Mana shu taxtaning yuzasi. Inshaalloh hammasi chiroyli chiqadi, ishlarigacha garantiyali. Taxtaning oldi tarafi ideal holat, orqasidan ham ko'ra oldi chiroyli buni. Xudo xolasa bemalol ko'rishingiz mumkin. Toza sasna ideal. Yo'llardan ochilishlari, bir-biriga kirish choklari ham garantiyali. Xudo xolasa singan, chirigan chiqmaydi ichida. Mana yuzasi pol holatda shundoq ko'rinadi taxta. Laklasani bo'ldi, tayyor taxta. Assalomu alaykum hurmatli Namangan Taxta bozor kanal a'zolari. Xudo xolasa mana bugungi sanamiz 18-iyun sanasi. Namangan Shamshiboy bozori. Xudo xolasa yangi tushgan taxta tovarlarimizni ko'rsatib boraman. Video davomida ko'rib tursangiz, xudo xolasa sizlarga kerakli bo'lgan taxtalarni tushirganmiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursangiz, juda ko'p taxtalar narxini aytib o'taman. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sizlardan faqatgina iltimos, video boshlashdan oldin shu videoga like, podpiska bosib ketsangiz, xudo xolasa juda ko'pchilik ko'rishga sababchi bo'lardi. 4 metrli lagerli pollik, 5 metrli pol, shifr ekan qalinlari. Xudo xolasa juda ko'p narsa tushgan. Keyingi videoda ham juda ko'p yangilik qilamiz. Xudo xolasa ko'rib turib podpiska bosib qo'ysangiz, xudo xolasa xabardor bo'lib turasizlar doimiy yangi taxtalardan. 4 metrli strapel, 6 metrli lager tusilli hammasini video davomida qo'yib boraman. Videoni boshlaman. Xudo xolasa sizlarga kerakli bo'ladi. Videodan boshlashdan oldin xudo xolasa bitta like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa fikringizni bo'linmaydi. Uzunligi 4 metrli, kengligi 15 plus, qalinligi 5 lik. Uzunligi 4 metrli suxoy taxta, xuddi shunaqangi bu tozalari ham ajratilmagan taxtada. Aybi nuqsoni yo'q, singan chirigani, garbel defektlari yo'q. Mana yon tarafdan ko'rinishlari ham valnasi yo'q. Taxta zavod taxtasi. Inshaalloh holati chiroyli taxta. Narxi 127 ming so'mdan, lager to'sillikka eni 15, qalinligi 5 lik. Xudo xolasa holati chiroyli taxta, tozasi ajramagan. Ichlarida tozasi ham juda ko'p. Xudo xolasa uzunligi 4 metrli holat zo'r taxtaning 100% sasna, 4 qirra polli. Eni 11 plus, qalinligi 2.7-2.8 lik. Mana bir-biriga kirishlari ham ideal holatda. Choklari bir-biriga tushishi ham qiynamaydi. Mana kirish holati. Bemalol ko'rishingiz mumkin pollini. Mana stekul bo'lmaydi. Mana agar videoda ko'rsatib bera olgan bo'lsam, tevalarni ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bir-biriga kirishi ham sizlarning xonadoningizga borgandan keyin ham xuddi shu holatda ko'rinadi. Bitta zo'r tushadiganini ko'rsatganim yo'q. Pachkada ochiq holati borligi uchun ko'rsatib berdim. Xudo xolasa hijolat qildirib qo'ymaydi, ichlari ham 100% quruq. Mana taxtaning yuzasi tiniq holatda taxta. Buni juda ko'pchilik olishgan bilishadi. Xudo xolasa olmaganlarga bu tavsiya bo'lib bo'ladi. Polli olishda adashmani, xudo xolasa yaxshi taxta olasizlar. Eni 11.1, qalinligi 2.7 qolgan. Uzunligi 4 metrli zavodskoy sushilka taxta. Taxtaning tiniq holatda, tilinishlari yumaloq tig'da ochilgan, xuddi shunaqa holatda kirish holati bor. Katta tig'da ochilgan. Juda ko'pchilik bunaqangi katta tig'da ochmaydi. Sababi razmer yo'qotmaydi deydi, lekin sifat bunaqa kачество bermaydi. Inshaalloh qo'ldan kelganicha sizlarga video qilib ko'rsatib boraman. Sizlardan faqatgina iltimos o'sha aytib o'tganimdek like bosib ketsangiz juda xursand bo'lardim. Ko'pchilik ko'rishga sababchi bo'lardi. Narxi 61.500 so'mdan. Xudo xolasa juda ko'p bo'lganga ham razницasi bo'ladi. Narishida bor, taxta tugab qolmaydi. Xudo xolasa yana bundan ko'p buyurtma berganmiz. Bemalol zakaz qilsangiz bo'laveradi. Bizni doimiy taxtaga beradigan tavsiyamiz, zakaz beradigan bo'lsangiz ishonchli taxta boradi, reklamadagi taxta boradi. Xudo xolasa boshqa taxtani berilmaydi. Chiroyli taxta boradi. Manzilinaga borgandan keyin pulini berasizlar. Oldindan hech qanaqasiga to'lov yo'q. Xudo xolasa o'sha Xudo xolasa o'sha dollar bugungi kurdagi sotuvdagi narxi 1.275 ga tushib ketgan. 1.280 ming so'mdan savdoga olamiz. Xudo xolasa bemalol zakaz qilsangiz bo'laveradi. Narxi 61.500 so'mdan. Eni 11.3, qalinligi 33-34. Uzunligi 4 metrli.
Holati juda zo'r. 4 qirra taxta suxoy. Zavodskoy sushilka. Bu ham haligi nima desam bo'ladi. Xuddi hozirgi polli taxtani zavodidan taxta standart ichlarigacha bittaligi ko'rsatib qo'yilgan taxta emas. Qolgan hammasi ham shunaqangi mayda ko'zli, holati chiroyli, uzunligi 4 metrli, zavodskoy sushilka taxta, eni 11.1, qalligi 33-34. Mana yonlardan ko'rinishlari ham. Valnasi yo'q. Zavodskoy suxoy 100% sasna, uzunligi 4 metrli, narxi 60 ming so'mdan. Xudo xolasa buni juda ko'pchilik balandroq sotishdi, narxi o'zgarmaydi. Xudo xolasa bundan juda ko'p. Yana yangi partiya keladigan. Xudo xolasa uzunligi 4 metrli zavodskoy suxoy taxta juda ko'pchilik so'rov bo'ladi bundan. Eni 12.5, qalinligi 4.5, uzunligi 4 metrli zavodskoy suxoy taxta. Bu ham sasna. Yaxshi holatda, o'rtacha. Uzunligi 4 metrli suxoy. Bunda ozmoz garbel deb tushunishadi ko'pchilik, rep abzoli bo'ladi. Uzunligi 4 metrli, to'liq razmer ko'rsatishi 12.7 ga 44 ko'rsatadi. Uzunligi 4 metrli. Narx 93 ming so'mdan. Manzilimizni aytib o'tdim. Joy raqamimiz bozorga kirganda 3-rad 573 574-joy. Mana. Xudo xolasa esdan chiqib qolmaydi. Ko'rsatib o'tamiz. Inshaalloh Alloh umrimizni uzoq qilsin, hammamizga issiqjon nasib qilgan bo'lsa shu yerda ko'rishlik nasib qiladi. O'zi kela olmaydigan insonlarga bemalol zakaz qilsani chiroyli narsa boradi. Eni 12, 11.8 qo'ygan, uzunligi 6 metrli, qalinligi 4+, pol suxoy. Uzunligi 6 metrli. Holati yaxshi, 4 qirra taxta, toza sasna. Garbel singan chirgani yo'q. Mana taxta. Bu to'xsizlik holati ham yaxshi taxtani. Mana taglari ham bir xilda chiqadi. Xudo xolasa tagi tarafi bundan chiroyli chiqsa chiqadiki, bundan xunoga chiqmaydi. Holati juda zo'r. Eni 12, qalligi 4, to'liq razmer. Narxi 124 ming so'mdan. Yangi tushgan eni 14+, qalligi 38 lik. Xudo xolasa uzunligi 6 metrli. Bundan tagi juda ko'p. Inshaalloh tugab qolmaydi bundan ham. Katta ob'emda oladiganlarga ham xudo xolasa yetkazib berishga harakat qilaman. Tagi bor. Uzunligi 6 metrli, strapilli. Belyari taxtasi bular, hammasi. Eni 14+, qalligi 38, uzunligi 6 metrli, toza sasna. Ichida pixta kedrasi yo'q mana taxtani ko'rinishi. Mayda butoq, katta butog'i, garbel defekti yo'q. Mana yondan ko'rinishlari ham. Mana taxta. Holati yaxshi, bir xilda taxta standart. Narxi 138 mingdan. 6 metrli, 14+, qalinligi 4 lik. Endi xuddi shuni 11 ga 4 ligi. Bular hammasi toza sasna. Mana 11 ga 4, uzunligi 6 metrli, to'liq eni 11 sm, pilusi bor. Pilusovoy razmer deganimda juda ko'pchilik noto'g'ri tushunmani. Savollar berishadi, pilusovoy deganda qaysi tarafi deyishadi. Misol kengligida yo'q qalinligida. Bu taxtani xudo xolasa ikki tarafdan pilus bor. 11 ga 4 pilus razmerda. Kengligi 11 dan katta ko'rsatadi, qalinligi 4 dan qalin ko'rsatadi. Ba'zi birlarning kengligida pilusi bor, ba'zi birlarida ikki tarafdan pilus bor. Ba'zi birlarining qalinligida pilusi yo'q. O'shaning hisobiga noto'g'ri tushunmaslar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotini berib o'taman. Bu 11 ga 4 pilus, uzunligi 6 metrli, narxi 112 ming so'mdan. O'rtadagi 14 plus, qalinligi 38. Qalinligida pilusi yo'q, kengligida pilusi katta razmerda. Xudo xolasa, eni 14 plus, qalinligi 38 lik, narxi 138 mingdan, 11 pilusi 112 mingdan, 12 ga 4 6 metrli 124 mingdan. Xudo xolasa, qarag'ay, sasna, misol lestvag, pixta kedrasi yo'q. Yil aralash taxtani ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa aytib o'tgan taxtalarimda
Ha, bitta orasida listvak bor, qolgan hammasi 100% hissasini. Xudo xolasa, ichlari xijolat qildirib qo'ymaydi. Aytib o'tilgandek, taxtani sifatlisi bor edi, xijolat qildirib qo'yadigan yo'q ichida. Kengligi 12 santimetrlik, qalinligi to'liq to'rli. Uzunligi 4 metrlik. Zavodskoy pachkali bu ham sushilka taxta, 100% sasna bu ham. Mana. Paxta kedrasi yo'q. Bu pachkali kelgan zavodskoy oppoq holatdalik, oppoq ko'rinishda ko'pchilik paxtama degan xayolga borib qolmaysizlar. Mana pachkani ochiq holatlarda mana qanday qorayadi taxta. Buni hech qanaqangi qo'rqadigan joyi yo'q, lekin sasnaligiga 100% garantiya taxta. Uzunligi 4 metrlik. Narxi 80 ming so'mdan. 12 ga 4 to'liq razmerdagisi. 11 ga 33 ko'rsatgan taxtamni 4 metrligi. Bu ham sasna. Uzunligi 3 metrligi. Xudo xolasa bor bu taxtadan. Inshaalloh bir xil razmerda bir-biriga uloq tushadigan joylar bor, yo 4 metr, 3 metr olishadigan joylar bor, strapillikka yo podvalsiz joyga lagalikka. Shu razmerimiz ham bor. Bir xilda ishlatsa bo'ladigan taxta. Narxi 47500 so'm chiqadi. Eni 11.2, qalinligi 33. Uzunligi 3 metrligi. 100% sasna bu. Taxta. Bu pasporti. Qizil pochoq. Rossiyskiy sasna. Uzunligi 3 metrlik. Oppoq holatda bu ham suxoy. Narxi 47500 so'mdan. Kengligi 10.5, qalinligi to'liq to'r. Uzunligi 4 metrlik. Deyarli qurib qolgan, lekin xo'l kelgan taxta. Nima bor? Uzunligi 4 metrlik, eni 10.5, qalinligi to'liq to'r. Mana. Plus razmer so'raydigan, to'liq razmer so'raydigan juda ko'p bo'ladi. Mana taxtaning holati ideal holatda, to'rqira. Bu to'qsizlar juda ham ko'p. Narxi 70 ming so'mdan. Buni 12 ga 4 80 ming, 10.5 ga 4 70 ming so'mdan. Holati juda chiroyli taxta. Kengligi 46-47, qalinligi 31, uzunligi 4 metrlik, standart zavodskoy shifr rekiga. Budjetli variantda. Narxi arzon chiqadi. Xudo xolasa, sasna yil aralash bu taxta. Mana. Mana shu taxtaning to'rttasi ham yil. Xudo xolasa, holati zo'r, to'rqirra standart taxta. Taxtadan tilingan. Mana yo'llari ham pachkada ikkitadan. Eski garantiya hozir ham bor. Bitta uloq chiqadigan bo'lsa pachkadan, bitta bonus. Reka ichigacha garantiyali. Bemalol ko'rishingiz ham mumkin. Inshaalloh xijolat qildirib qo'ymaydi. Ichlari ham standart mana. Tagi tarafi. Mana yuzasi bemalol ko'rishingiz mumkin. Narxi 5800 so'mdanga. 6 ga 3, uzunligi 4 metrlik. Bu ham sasna yil aralash, ko'proq yil. Narxi 8000 so'mdanga. 6 ga 3lik. 9 ga 1.9, uzunligi 4 metrlik. Zavodskoy suxoy. Abrishotkalikka. Kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilasizlar. Bundan tugab qolmaydi. Yangi partiya yana yangi zakaz qilganman, boshqa razmerlar ham tushadigan. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib qolsangiz, yana yangiliklarni ko'rishda davom etaverasizlar. Xudo xolasa yangilik qilishda to'xtamaymiz, faqatgina sizlar like bosishdan to'xtamasangiz. Mana taxta. Bu budjetli variantda strapillikka, kengligi 9.5, qalinligi 31, uzunligi 4 metrlik. Hamma har xil razmerda, har xil joyga ishlatadi. Noto'g'ri tushunmani, ko'pchilik negativ bildirish bo'lmasin, iltimos sizlardan. Hammaning sharoiti har xil, 5 qo'l barobar emas. Kengligi 9.5, qalinligi 31, uzunligi 4 metrlik. Narxi 47 ming so'mdanga. Eski narxda bu ham. Kengligi 9.5, qalinligi 31, uzunligi 4 metrlik zavodskoy suxoy taxta. Holat zo'r, 100% sasna. Narxi budjetli variantda. Narxi 47 ming so'mdanga. Inshaalloh Xudo xolasa keyingi videoda anchagina yangiliklar bo'ladi. Sizlardan iltimos kanalga obuna bo'lib, like bosib, do'stlarga podelitsa qilib qo'ysangiz, Xudo xolasa doimiy video qo'yib borishda, yangilik qilishda to'xtamayman sizlar uchun. Men insonlardan foydalanmayman. Insonlar mendan foydalansa juda xursand bo'lardim. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tdim. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr, kamchiliklar bo'lsa yo kim qanaqadir razmer kerak bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsani, hammasini hisobga olib, Xudo xolasa ko'rib chiqamiz.
Keyingi videoda ko'rishgungacha salomat bo'linglar. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Xudo xolasa hammasini yo'lga qo'yib kelishuv asosida savdolashamiz. Inshaalloh chiroyli narsa olasizlar. Ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, keyingi videoda ko'rishgungacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ismim Abdulbos, Namangan shahar, Shamshiboy bozorida. Telefon raqamim 90 222 44 77.